Assalomu alaykum. Siz bilan doktor Rahmonov. Bugun judayam ko'plab bemorlar tarafidan berilgan asosiy savollardan bittasi, ya'ni revmatizm kasalligi haqida gaplashamiz. Bu kasallik qanday kelib chiqadi? O'zi aslida qanaqa kasallik? Kimlarda ko'plab uchraydi va qanday qilib davolash mumkin va bu kasallik bilan og'rimaslik uchun nimalar qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'rsangiz mana shu savollarni barchasiga javob topishingiz mumkin. Revmatizm kasalligi ko'pchilik eshitgan mana shu kimdadir bo'g'im kasalliklari bo'lib qolsa yoki qaysidir bo'g'im shishsa, qaysidir tizzasidami, qo'lidami, yelkasida ma'lum bir shishlar, og'riqlar bo'lsa, odatda remoproba analizi topshiriladi va mana shu remoproba natijalarida aslov analizi baland chiqsa yoki remoprobada tashxislari baland chiqsa, ko'pincha revmatizm tashxisi qo'yiladi. Lekin mana shu jarayonda judayam bitta xato mavjud, judayam katta bo'lgan bitta xato mavjud. Ya'ni revmatizm bu aslida bo'g'im kasalligi emas. Ya'ni revmatizm bu autoimmun jarayon hisoblanadi. Ya'ni etiologiyasi, ya'ni sabablari, revmatizm kasalligining sabablari birinchi o'rinda bu tomoqdagi yallig'lanish, ya'ni yiringli kasallik keltirib chiqaradigan streptokok bakteriyalari hisoblanadi. Mana shu streptokok bakteriyalari tomoqda yiringlanish jarayonlarini chaqirganligi tufayli bizni immun sistemamiz bu bakteriyaga qarshi kurashish uchun judayam ko'plab ishlab chiqarila boshlaydi. Va mana shu jarayonda bakteriyani o'ldirish uchun chiqarilgan immun hujayralaridan ma'lum bir turlari nosoz hisoblanadi, ya'ni noto'g'ri ishlab bo'g'imlarga, yurakka, teriga va nerv sistemasiga zarar yetkazib qo'yadi. Mana shu jarayonda bu kasallik kimlarda ko'p uchrashi haqida gapirishimiz shart hisoblanadi. Chunki bizni oldimizga ko'plab bemorlar keladi. Yoshi 40 ta, 50 ta, 60 ta tizzasi og'rib qolgan bo'ladi, yelkasi og'rib qolgan bo'ladi. Mana shu jarayonda ular remoproba analizi topshirganda ularga revmatizm tashxisi qo'yiladi. Aslida esa revmatizm bu bolalarning kasalligi hisoblanadi. Ya'ni 5 yoshdan 15-20 yosh oralig'idagi bemorlarda revmatizm kasalligi kuzatilishi mumkin. Lekin masalan 25 yoshdan keyin, 30 yoshdan keyin, 40 yoshda revmatizm kasalligi bilan bemorlar og'rimaydi. Shuning uchun ham buni har doim yodimizda tutishimiz kerak. Agar sizni yoshingiz masalan 40 yoshda, 30 yoshda yoki undan katta yoshda bo'lsa va biror bir bo'g'ingiz og'risa, shish paydo bo'lsa, bu jarayonlar revmatizm kasalligini belgisi hisoblanmaydi. Ya'ni revmatizm kasalligi bu bolalarning kasalligi. Demak, kelib chiqishini aytdik. Kelib chiqishi asosiy sababi bu o'sha tomoqda yiringli kasallik keltirib chiqaradigan stafilokokk bakteriyasi hisoblanadi. Endi belgilari haqida to'xtalsak. Revmatizm kasalligining asosiy belgilari bu birinchisi isitma hisoblanadi. Ya'ni o'sha bolalarda doimiy isitma, ya'ni masalan 37,5, 38, 39 kabi baland bo'lgan tana haroratining yuqori bo'lishi. Ikkinchi belgi bu bo'g'imlardagi ko'chib yuruvchi og'riqlar. Ya'ni masalan bizani farzandlarimiz kelishi mumkin. Bir kun bitta tizzasi og'riyotganini shikoyat qiladi, ikkinchi kun yelkasi og'riyotganini, uchinchi kun tirsagi og'riyotganligini o'ziga shikoyat qilishadi. Ya'ni bularda ko'chib yuruvchi og'riqlar, bo'g'imlardagi ko'chib yuruvchi og'riqlar yana bir belgi hisoblanadi. Keyingi belgi o'sha tomoqdagi yiringli kasalliklar. Farzandlarimizga e'tiborli bo'lishimiz kerakki, ya'ni ularda agar tez-tez tomog'i yiringlab qoladigan bo'lsa, demak bu jarayonlar keyinchalik revmatizm kasalligiga o'tib ketishi mumkin. O'shaning uchun ham tomog'i yiringlash ham bu revmatizmning eng birinchi belgilaridan biri hisoblanadi. Keyingi belgilar bular teri bilan bog'liq belgilar, ya'ni teridagi toshmalar. Revmatizmning o'ziga xos bo'lgan teridagi toshmalari mavjud. Bular qizil dog'larga o'xshaydi. Mana shu kasallikni boshlang'ich davrlarida terida toshmalar paydo bo'lishi mumkin. Undan keyingi belgi bu bo'g'imlar bilan bog'liq belgi, ya'ni bo'g'im yuzasida revmatik tugunchalarning paydo bo'lishi. Ya'ni o'sha bo'g'imlarni ustidan siypalaganda bo'g'imning ustida tugunlar paydo bo'lsa, bu ham bir revmatizmning belgisi hisoblanadi. Undan keyingi belgi bu yurak bilan bog'liq bo'lgan revmatizmning belgilari. Ya'ni yurakni tez urib ketishi, yurak sohasidagi og'riqlar, hansirash, masalan bolalar
o'sha oldin kasallikdan oldin bemalol qiladigan ishlarini keyinchalik bajara olmay qoladi. Ya'ni tez charchash, hansirab qolish mana shunaqa belgilar bu yurakni belgilari hisoblanadi va bu ham revmatizmni bir belgisidan biri hisoblanadi. Xo'p, keyingi belgi bu nerv sistemasi bilan bog'liq bo'lgan belgilar. Ya'ni bu xotirani pasayishi, diqqatni bir joyga jamlay olmaslik va ixtiyorsiz harakatlar hisoblanadi. Ya'ni masalan, 3-4 sinfda yoki undan kattaroq sinfda o'qiydigan bola birdaniga yozuv xunuklashib qolishi. Mana shundan ham bilishimiz mumkin, bu o'sha revmatizm kasalligini boshlanishini belgisi bo'lishi mumkin yoki ixtiyorsiz harakatlar. Ya'ni bolada hech qanaqa o'z xohishi bilan emas, qo'li qimirlab ketishi yoki oyog'i qimirlab ketishi. Mana shu belgilar revmatizm kasalligini erta belgilari bo'ladi. Endi bu belgilarni hammasi ham bitta bemorda hamma belgi bir vaqtda paydo bo'lmaydi. Ya'ni bu kasallik biz aytamiz, mana bolalarda bo'ladi, kattalarda kam uchraydi. Bolalarda masalan bo'lishi mumkin, oyog'idan shikoyat qiladi. Masalan, oyog'im og'riydi deb aytishi mumkin yoki bir yelkasini og'rishini aytishi mumkin. Bu biza o'ylashimiz mumkin, ko'pincha ota-onalar o'ylaydi, bu oddiy og'riq o'tib ketadi. Yoki tomog'i yiringlab qoladi, bu tomog'i yiringlagan, isitmasi chiqyapti, tomog'ini davolasak bo'ldi deb o'ylashadi. Lekin bu jarayonlar surunkali jarayonlar hisoblanadi. Ya'ni bir-biriga bog'liq jarayonlar. Agar boshidan e'tibor berilmasa, masalan, bolada tomog'i og'ridi va mana shu jarayonda faqatgina e'tiborsiz qilib, o'sha antibiotik terapiyalarni noto'g'ri olib borish yoki to'liq davolanmaslik, yengil qarash keyinchalik yurakka, bo'g'imlarga asorat berishi mumkin. Xo'p, revmatizm kasalligiga tashxis qo'yish uchun bizga qanday tekshiruvlar kerak bo'ladi? Ya'ni bu kasallikka aniq tashxis qo'yish uchun bizga birinchi navbatda tomoqdan olingan passiv analizi kerak bo'ladi. Ya'ni tomoqda haqiqatda ham shu stafilokokk infeksiya bor yoki yo'qligini aniqlash uchun tomoqdan ekma olinadi va o'sha ekma o'stirilib, u yerdagi bakteriya o'rganiladi. Keyingi analiz bu yurakda echokardiogramma hisoblanadi. Ya'ni yurakni echo qilgan vaqtimizda bu kasallikda asosan yurakdagi klapanlar zararlanadi. Mana shu klapanlarni harakatchanligi, ularni o'tkazuvchanligi, qanchalik darajada o'zini funksiyasini bajaryapti yo yo'qligini bilgan holatda bu kasallikka tashxis qo'yishimiz mumkin. Demak, birinchisi tomoqdan ekma olish, ikkinchisi echokardiogramma, uchinchisi bu qon analizlari hisoblanadi. Ya'ni bizada mana shu revmatizm bilan og'rigan bemorlarda qon analizlarida eritrositlar cho'kish tezligi, o'sha yallig'lanishni bildiradigan omillar juda ham baland bo'lib ketadi. Uchinchi qon analizi bu albatta remoproba analizi hisoblanadi. Remoproba analizida o'zi bilamizki 3 xil analiz tekshiriladi. Ya'ni bu remofaktor, antistreptolizin O, ya'ni ASLO va S-reaktiv oqsil. Mana shu 3 ta analizda revmatizmda eng ko'p xos xususiyat bu ASLO analiziga to'g'ri keladi. Ya'ni ASLO analizi. Mana shu ASLO analizi haqida ham hozir bafurja gapirib bermoqchiman. Sababi juda ham ko'p holatlarda bizaga murojaat qilib kelishadi bemorlar. Ularning yoshidan qat'iy nazar, mana shu 40 yoshli bemor ham, 60 yoshli bemor ham, 8 yoshli bemorda ham ASLO analizi deylik, o'zi normasi 200 bo'lsa, 400, 600, hatto 1000, 2000 chiqqan holatlarda bemorlar juda ham xavotir bilan revmatizm bo'lib qoldimmi deb davolanishni boshlashadi. Aslida unday emas. Ya'ni ASLO analizi o'zi to'liq ko'rib chiqadigan bo'lsak, ASLO bu qondagi infeksiyani bildirmaydi. ASLO bu qondagi infeksiyaga qarshi bizni tanamizdagi immunitetni qanchalik darajada balandligini ko'rsatadi. Ya'ni agar sizda ASLO analizi baland chiqqan bo'lsa, masalan, normasi 200 bo'lsa, 800 chiqqan yoki 1000 chiqqan bo'lsa, bu analizni javobiga qarab sizda revmatizm bor deb ayta olmaymiz. Biz nimani bilishimiz mumkin? Sizda tomoqda o'sha infeksiya kasallik o'tkazilgan va immunitetingiz shunaqa baland turibdi. Demak, bu immunitetni balandligidan biz bilishimiz mumkin, tomoqda yiringli jarayonlar bo'lgan, yaqinda o'shandan keyin tuzalgan. Va ko'pincha yana bir ASLO bilan bog'liq bo'lgan savollardan biri bu o'sha doktor, biza mana shu bir necha oydan beri davolanib kelyapmiz, lekin ASLO analizi har doim baland chiqyapti degan savollar ham ko'p uchraydi. Lekin shuni bilishimiz kerak, bu aytganimizdek, ASLO bu immunitetni balandligini bildiradi. Bola mana shu revmatizmdan tuzalsa ham yoki tomoqda yiringli kasallikdan tuzalsa ham 6 oy, 1 yilgacha ASLO analizi pasaymaydi. Chunki bu immunitetni bildiradigan narsa. Agar kasallikni davolasak ham
immun hujayralari xotira sifatida saqlab qoladi o'zini o'sha faolligini. Ya'ni ikkinchi marta o'sha kasallik keladigan bo'lsa, unga qarshi kurashish yengil bo'lishi uchun bu hujayralar xotira sifatida 6 oydan 1 yilgacha aslo baland bo'lib turaveradi. Ya'ni mana shu analizni revmatizm tashxisiga o'sha aniq tashxis qo'yish uchun kerak bo'ladigan analizlar hisoblanadi. Endi bu revmatizm kasalligini qanday qilib davolashimiz mumkin, shu haqida gaplashishimiz kerak. Boya aytib o'tgandek, revmatizm kasalligi bu debyuti, ya'ni boshlab beradigan narsa bu infeksiya hisoblanadi, ya'ni bakteriya hisoblanadi. Shuning uchun ham bu kasallikni boshlab beradigan birinchi infeksiyaga qarshi kurashishdan boshlashimiz kerak. Bu albatta antibiotiklar hisoblanadi. Hozirgi kunda mana shu tomoqdagi yiringlik kasallikni keltirib chiqadigan bakteriyaga qarshi eng yaxshi kurashiladigan o'sha antibiotiklar bular benzil, penisilin antibiotik guruhlari hisoblanadi yoki keng spektrli antibiotiklar yoki o'sha betsilin mana shunga o'xshagan antibiotiklar hisoblanadi. Bu antibiotiklarni qabul qilish jarayonida har doim biza o'sha kasallikni boshlanishidan oxirigacha to'liq kurs terapiya olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha bolada isitma tushib, tomoqlarida yiringlar ketgan bo'lsa ham, lekin bu hali tuzaldi degani emas. Mana shuning uchun antibiotik terapiya boshlangandan keyin oxirigacha to'liq kurs terapiya qilib qo'yilishi kerak. Og'ir holatlarda, ya'ni revmatizm juda ham kuchayib ketgan holatlarda faqatgina antibiotiklarni o'zini kuchi yetmaydi. Sababi kasallikni boshida bizda o'sha bakteriya rol o'ynagan, lekin kasallik boshlangandan keyin va o'sha infeksiya chiqib ketgandan keyin ham davom etaveradi. Sababi revmatizm bu o'sha autoimmun kasallikka o'tib ketadi. Boshlanishda bakteriya ta'sir qiladi, keyinchalik esa bu sistemali jarayon bo'lib, qonda o'zidagi immun sistemasini buzilib qolishi natijasida qolgan organlarga zarar beradi. Mana shu ta'sirlarni kamaytirish uchun biz immun hujayralarini, ya'ni buzilib qolgan immun hujayralarini joyiga keltiradigan dorilar berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bolalarda masalan juda ham kuchli oyoqda shishlar bo'lib ketishi mumkin, xariya, mana bu tartibsiz harakatlar kuchayib ketishi mumkin, toshmalar toshib ketishi mumkin, o'sha xotirani pasayib ketishi, bunaqa jarayonlarda, ya'ni kasallikning og'ir holatlarida biza gormonal davo turiga o'tishimiz shart bo'ladi. Ya'ni ko'pincha mana shu jarayonda bemorlarni, ya'ni bolalarni ota-onalari juda ham qo'rqishadi. Ya'ni gormon bu zahar sifatida o'ylashadi. Lekin shu jarayonda biza bitta narsani eslab qolishimiz kerak. To'g'ri, gormonlar har doim ham foyda bermaydi yoki gormonlarni zararli minus taraflari bor. Lekin bizada eng muhim narsa bu yurak hisoblanadi. Ya'ni yurakning klapanlari. Agar biz kasallikni o'tkir holatlarida, kasallikni juda ham kuchayib ketgan holatlarida gormon terapiya qilmasak, o'sha yurakdagi klapanlarni ishdan chiqarish, ya'ni yurak paroklariga olib kelishi mumkin va yurak paroklari keyinchalik bolada operatsiya o'tkazishga talab yuzaga keltiradi. Shuning uchun ham biz tanlov sifatida gormonal terapiyadan kasallik kuchayib ketgan vaqti foydalanishga majburmiz. Bundan tashqari o'sha antibiotiklar, gormon terapiya va 3-preparatlar bu nosteroid yallig'lanishga qarshi dorilar, ya'ni ibuprofen, diklofenak, naklafen, etaksipga o'xshagan, aspirin, paracetamolga o'xshagan yallig'lanishga qarshi dorilar hisoblanadi. Bu dorilarni biza o'sha bo'g'imlardagi yallig'lanishlar, yurak klapanlaridagi yallig'lanishlarni, umumiy organizmdagi yallig'lanishlarni kamaytirish uchun bemorlarga tavsiya qilamiz. Va bir vaqtning o'zida bu kasallik immunitet bilan bog'liq bo'lgani uchun biza immun sistemasini bostiruvchi dorilarni qo'llayotganligimiz uchun bemorni ovqatlanishiga juda ham katta e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bemor, o'sha bolalar to'liq kaloriyali ovqatlar yeyishi kerak. Ya'ni oqsil, uglevodlarga boy bo'lgan ovqatlarni iste'mol qilishi talab etiladi. Mana shu 4 ta bo'limni to'liq bo'lishi bolalarda revmatizm kasalligini davolashda juda ham ahamiyatga ega deb hisoblanadi. Endi bu kasallikda albatta biz hozir gaplashib chiqdik, mana shu sabablari, belgilari, davolash yo'llari. Bundan tashqari buni albatta profilaktikasini ham gaplashib o'tishimiz kerak. Ya'ni balkim sizni farzandingizda yoki sizni o'zingizda bu kasallik hali yo'qdir. Lekin mana shu bolalarni mana shu revmatizm kasalligi bilan og'rimasligi uchun biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Shu haqida gaplashamiz. Ya'ni profilaktika haqida. Revmatizm kasalligidan asosan o'sha bolalar kasal bo'ladi deganimiz uchun bolalarni mana shu kasallik bilan og'rimasligi uchun birinchi o'rinda ularni sanitar gigiyenik holatini yaxshilashimiz kerak. Bu nima degani? O'sha tomoqda yiringli kasallik tufayli kelib chiqadigan bo'lsa, revmatizm kasalligi, demak bularni
og'iz bo'shlig'ini doimiy toza bo'lib yurishini ta'minlash kerak. Ya'ni o'sha tishlarini yuvish, og'zini g'ara-g'ara qilib chayish, undan tashqari o'sha qo'lni har doim yuvib yurish, har xil infeksiyalardan uzoqroq yurishga o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Bu birinchi qilinadigan ish profilaktikasida. Ikkinchi qilinadigan ish bu bolani to'liq immunitetini baland qilib yurishi, ya'ni to'liq ovqatlanish tartibini to'g'rilash. Bolalar odatda o'sha shakarli mahsulotlarni yoki shirinliklarni yeyish hisobiga ishtahasi yaxshi bo'lmaydi, ovqat kam yeydi, o'sha oqsilga boy ovqatlar kam yeyish hisobiga immuniteti zaif bo'ladi. Bunaqa bolalar, immuniteti past bo'lgan bolalar odatda har xil infeksion kasalliklarni yuqtirib olishi juda ham oson va shularning jihatdan tomog'i yiringlab qolishi ham juda ham oson bo'ladi. Mana shu hisobiga ularda revmatizm kasalligi kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun demak, ovqatlanishni yaxshilash, tomoq nafas yo'llaridagi infeksion kasalliklarga gigiyenasini amalga oshirish bu profilaktik choralardan hisoblanadi. Keyingi profilaktika bu albatta bolalarni qandaydir sport bilan shug'ullantirish. Ya'ni immunitetni bizda juda ham mana shu bemorlar tarafdan beriladi. Farzandlarimizni qanday qilib immunitetini oshirishimiz mumkin deb yoki qanaqa dori ichish kerak, qanaqa ovqatlanish kerak deyiladi. Lekin mana shu immunitetni eng yaxshi ko'tarib beradigan, bolalarni salomatligini eng yaxshi ta'minlab beradigan jarayon bu albatta sport bilan shug'ullanish. Ya'ni bola qancha o'sha faqatgina o'tirib yoki kam harakatlilikdan ko'ra qaysidir sport bilan shug'ullanish, qanaqadir yugurishmi, suzishmi yoki boshqa sport turlari bilan shug'ullanish bolani immunitetini eng ko'tarib beradigan narsalardan biri hisoblanadi. Mana shuning uchun ham bolalarda demak, ovqatlanishni yaxshilash, sanitar gigiyenik holatini yaxshilash va sport bilan shug'ullanish bolalarda mana shunaqa revmatizmga o'xshagan og'ir kasalliklarni kelib chiqishiga demak to'sqinlik qiladi. Agar endi masalan kimdadir mana shu kasallik bilan og'rigan bo'lsa, deylik revmatizm bilan og'rigan bo'lsa, bu bemorlar nimalarga rioya qilishi kerak? Shu haqida ham ozgina to'xtalib o'tmoqchimiz. Birinchi o'rinda bu bemorlar o'sha qayta yana mana shu kasallik bilan og'rishni oldini olish kerak. Ya'ni tomog'ida yiringli kasalliklar paydo bo'lishini oldini olish kerak va antibiotik terapiyalarni boya aytib o'tdik. Kurs terapiyalarni to'liq olib yurish kerak. Ya'ni profilaktika sifatida bu kasallik bilan og'rigan bemorlar keyinchalik profilaktika sifatida betsilin, benzilpenitsilinni har oy davomida 21 kunda bitta dona bu profilaktik doza hisoblanadi. Buni olib yurish kerak bo'ladi va undan tashqari immunitetini yaxshilab yurish, sport bilan shug'ullanib yurish tavsiya etiladi bu bemorlarga. Va bundan tashqari har 3 oyda bir marotaba yurakni echokardiogrammadan o'tkazib turish kerak. Chunki yurakdagi klapanlarni o'zgarishlari bu simptomlarsiz kechishi mumkin. Ya'ni o'sha klapanlar agar zararlanayotgan bo'lsa, biz ularni simptomlarsiz bilolmaymiz. Ya'ni hech qanaqa ekokardiogrammasiz, tekshiruvlarsiz bilmasligimiz mumkin, lekin uje simptom berib boshlagan vaqtda kech bo'lishi va klapanlarda paroklar yuzaga kelishi mumkin. Bu jarayonlar esa boya aytib o'tganimizdek, operatsiyalarga olib keladi. Va yana xatolardan bittasini aytib o'tmoqchiman. Juda ham ko'p bu uchraydigan narsa, ya'ni yoshi katta odamlar agar tizzasi og'rib qolsa yoki yelkasi yoki qanaqadir bo'g'imi og'rib qolsa, birdaniga bu men uje revmatizm bo'lib qoldim, betsilin olishim kerak. Mana shunaqa betsilin terapiya, ampitsilin terapiyani juda ham ko'p olishadi. Bu hozirgi kundagi eng katta muammolardan biri. Ya'ni betsilin shunaqa narsada, bu betsilin antibiotik. Buni vazifasi tomoqdagi yiringli jarayonlarni kamaytirish yoki infeksiyani o'ldirish. Asosiy vazifasi shu. Ya'ni bu hech qanaqa bo'g'imlarda og'riq qoldirmaydi, bo'g'imni shishini qaytarmaydi, og'rig'ini qoldirmaydi yoki suyaklarga yoki yurakni o'ziga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilmaydi. Faqat uni vazifasi o'sha bakteriyani o'ldirish. Ya'ni agar sizni yoshingiz katta bo'lsa, deylik 30 yoshdasiz, 40 yoshda, 50 yoshdasiz va sizni qanaqadir bo'g'imingiz og'rib qoldi, shishib qoldi yoki ertalab turganda kaftlaringizni bukib yozishga qiynalyapsiz, yelkangiz ko'tarilmayapti va rimoproba topshirganda aslo baland chiqsa ham betsilin olishga ko'rsatma yo'q. Hali betsilin olishga sizga tavsiya qilinmaydi. Sababi unga yiringli o'sha tomoqda infeksiya bo'lishi. Tomoqda infeksiyaga biz tavsiya qilamiz betsilin olishni. Boshqa jarayonlarda masalan bo'lishi mumkin. Bu boshqa kasallik bo'lishi mumkin. Masalan o'sha tizzadagi shishlar, qo'l barmoqlaridagi shishlar, bular revmatoid artrit, reaktiv artrit, SKV shunga o'xshagan boshqa autoimmun kasallik bo'lishi mumkin. Va mana shu kasalliklar yana qaytaramiz. Revmatoid artrit, reaktiv artrit, SKVda va boshqa autoimmun kasalliklarda
betsilin terapiyani umuman foydasi bo'lmaydi. Shuning uchun ham betsilinni o'zini ko'rsatmasi, ya'ni asosiy infeksiya bo'lsagina olish kerak. Bu judayam o'sha hozirgi kunda bemorlar tarafidan yo'l qo'yadigan asosiy xatolardan bittasi hisoblanadi. Demak, bugungi mana shu revmatizm haqida shu narsalarni aytib bermoqchi edik. Agar sizda ham bo'g'im kasalliklari mavjud bo'lsa yoki qaysidir bo'g'imda shish, qizarish kuzatilsa yoki farzandingizda shunaqa bo'g'imlarda og'riqlar bo'lsa, tomog'ida yiringlar bo'lib qolayotgan bo'lsa yoki siz topshirgan analizlarda, remoprobalarda o'sha natijalar juda ham baland chiqayotgan bo'lsa, biz mana bitta raqam qoldiramiz va Telegram kanalimizni qoldiramiz. Mana shu Telegram kanalga kirib, o'zingizni qiziqtirgan savollarni berishingiz yoki analizlar bo'lsa, o'sha analizlarni bizga jo'natsangiz, biz bu analizlarni ko'rib sizlarga qanaqa yechim bor, nima ish qilish kerak, shu haqida to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'ling.